Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an kelding harakatga hicrat qilding tog' İbn Asakir o'zining kitobida Uqba ibn Qays Kilobidan naql qilib mundaq bir voqeani bayon qildi. Yarmi kuni musulmonlardan bir kishi Abu Ubayda ibn Jarroh radhiyallohu anhu ga "Men dushmanlarga qarshi qattiq hujum qilmoqchiman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga deydigan biror so'zinglar bo'lsa, yetkazib qo'yaymi?" degan edi. Abu Ubayda radhiyallohu anhu uningga salom aytgan hamda Rabbimiz bizga va'da qilgan narsani haq topqanligimizni yetkazib qo'ygan dedi. İbn Asakir Shamning fath qilingan va Damashqning qorshovga ilingan vaqtlarini Muhammad ibn Issoqdan naql qilib mundaq deydi. Musulmonlardan bir kishi atqa mingan holda Humus shahrining tövündeki Mishal cherkovining yendiki daryoga chiqib, etini sug'urishga boshladi. Shu anda Humuslik kofirlardan 30 kishi uning yolg'iz ekanligini ko'rib, uning bilan urushish uchun uningga qarab keldi. U kishi ularni ko'rib, eti bilan daryodan ular tarafga o'tdi va ularga hujum qilib, kayni-kayndan ularning 3 odamni o'ldirgan edi. Ular qichishga boshladi. U ularga agishib, Mishal cherkoviga yetib borguncha ular bilan urushib 11 kishini o'ldirdi. Hatto ular cherkovning ichiga kirib olganda, keyindan kirib ular bilan urushdi. Shu vaqtda cherkovga yoshirinib olgan kofirlar uningga tash etib, uni shahid qilib etdi. Hafiz Abu Hajjaj Mizzi Ala ibn Sufyan Hazramidan rivoyat qilib mundaq deydi. Busir ibn Artah radhiyallohu anhu Rumga qarshi qilingan g'azotga qatnashdi. Rum cheriklari mujohidlarga pistirma qo'yib, ularga talafat yetkazishga boshladi. Buni ko'rgan Busir ibn Artah radhiyallohu anhu o'ziga 100 hamrohini elib, Rumliklarning pistirmalarini tekshirishga mangdi. Bir kuni u Rumning ba'zi jilg'ilarini o'zi yolg'iz kuzatib etib, bir vodiyda cherkov va uning yonida 30 tuyoq bog'liqliq otni uchratdi. Bu otlarning egalari cherkov ichida bo'lib, ular musulmonlarga pistirma qo'yadigan kishilar edi. Busir ibn Artah cherkov tarafga keldi va itini u otlarning yoniga bog'ildi. Ondan cherkovga kirib, o'zi va cheriklarning chiqib ketmasligi uchun cherkovning eshigini taqib etdi. Rum cheriklari eshikning taqalganligidan hayron qilib, qurollarni qo'liga olib bo'lguncha Busir radhiyallohu anhu ularga hujum qilib, 3 kishini yer tishlatdi va ular bilan jang qilishga boshladi. Busir ibn Artah radhiyallohu anhuning yo'q ekanligini ko'rgan uning hamrohlari uni izlab kelib, uning bog'liqliq etini tundi. Hamda cherkov ichidagi varanchurong va qurol ovozini anglab, cherkov ichiga kirmoqchi bo'lib qarasa, eshik ichidan taqoq edi. Shuning bilan ular o'gizning bir qismini buzib ichib, cherkovning ichiga tushdi va o'z qo'mondoni Busir ibn Artah radhiyallohu anhuning so'l qo'li bilan uchaylarni tutib turib, o'ng qo'lida qilish bilan bir to'p kishilarga qarshi jang qilayotganligini ko'rdi. Ondan Busir radhiyallohu anhu hushsizlanib yiqildi. Musulmonlar Rum cheriklari bilan davomli jang qilib, ularning ba'zisini o'ldirib, ba'zisini asir oldi. Rum asirlari musulmonlarga "Alloh bilan qasamki, bizga yolg'iz hujum qilgan bu kishi kim?" deb so'ragan edi. Ular "Bu Busir ibn Artah" dedi. Ular "Alloh bilan qasamki, ayollar buningdek birini textug'ib boqmadi" deyishdi. Hamrohlar uning uchaylarini ichiga qaytirib soldi. Uning uchining hech bir yeri zaxmlanmagan edi. Ular uning qo'risqini salalari bilan tengib qo'ydi. Keyin u to'liq saqayib ketdi va jihodini davomlashtirdi. Alloh uningdan rozi bo'lsin. Bayhaqiydan rivoyat qilindiki, Bara ibn Malik radhiyallohu anhu Yamama jangiga qatnashib, Musaylima kazzab yoshirinib olgan bog'chaga musulmonlar bilan birga hujum qildi. Jang bog'cha atrofida shiddatli davom qildi. Bog'chaning tomlari egiz qo'pirilgan bo'lib, dushmanlar bog'cha ichidan musulmonlarga qartib o'q yog'diratdi. Bara hamrohlardan o'zini qalqonga qo'yib, qalqonni nayzi bilan ko'tarib, tomdan oshirib dushman ustiga etishni talab qildi. Ular uni tomdan oshirib bog'chaga tashildi. Shuning bilan u o'zi yolg'iz kofirlar bilan shiddatli jang qilib, ulardan 10 kishini o'ldirdi va bog'chaning eshigini ochib etdi. Bu qitimliq jangda uning 80 nacha yeri yaralangan bo'lib, sahobalardan hech bir kishi uning qilg'iniga qarshi chiqmagan edi. Allah
ularning hammasidan rozi bo'lsin. ibn Asakir Valid ibn Muslimdan rivoyat qilib mundaq deydi: Humusliq bir bovay menga mundaq bir voqeani so'zlab berdi. Humusdagi Rum sheriklaridan birini uchratib qoldim. U qarg'o edi. Menga uning nemishqa qarg'o bo'lib qolganligini so'rab baqqan deyildi. Men uningdan so'rg'aydim, u mundaq dedi: Musulmonlar Humus tarafga yurish qilib, Asi daryosining yendiki bir ko'l bo'yiga tushdi. Ondan menga otliq 30 kishi bilan daryoning yendiki musulmonlar qarorgohiga yaqinlashib, musulmonlardan birarni asir elib kelish yoki xabar tantanlab kelish haqida buyruq tushdi. Biz yo'lga chiqib, daryoning qirg'iga qarab mangdik. Musulmonlarning qarorgohiga yaqinlashganimizda daryoning yana bir qirg'igida etini sug'urayotgan bir kishini ko'rdik. Uning nayisi yonida edi. U bizni ko'rib, etini tayyorladi-da, etiga minib nayisini qo'liga oldi. Biz u cho'qim bizdan qochib, musulmonlar tarafga ketdi deb gumon qilgan edik. Ammo u eti bilan daryoga kechib, biz tarafga qarab keldi. Uning eti bilan daryodan kechib o'tib, biz tarafga kelayotganlik jur'atini ko'rib, tamtirab qoldik. Eti uni daryodan chiqardi-da, silkinib, yenimizdagi do'ngga yetib kelganda chiqolmay qoldi. Shuning bilan u igirdan turdi-da, nayisiga tayinib, bir sakrab do'ngning ustiga tushdi va etini chaqirdi. Atmi sakrab chiqib, uning qishig'iga keldi. Ondan u etiga mindi-da, bizga shiddat bilan hujum qilib kelib, sepimizni bo'lib o'tdi va bizdan bir kishini o'ldirdi. Biz yana bir yerga yig'ilib olgan edik, lekin u bizga shiddatli hujum qilib, sepimizni yana bo'lib o'tdi va bizdan yana bir kishini o'ldirdi. Bu ahvol bir necha qitim yuz bergandan keyin biz chekinib shahar tarafga qarab qochdik. U bizni qo'g'lab, kimga yetishib olsa shuni o'ldirib, hatto bizdan 29 kishini o'ldirib bo'ldi. 30 kishidan mendan boshqa hech kim qolmadi. Men qochib, Humusning darvozasiga yaqinlashib qolganda, u hali ham meni qo'g'layotdi. Darvoza ustidagi qarovullar uning qo'g'lab kelayotganligini ko'rib, uni o'ldirishga otliq qo'shin chiqardi. Otliq qo'shinning u tarafga ketayotganligini ko'rib, u endi qochib ketadi deb o'ylab, uning qanday qildiganligini bilish uchun keynimga o'rlishimgila, u nayisining uchini ko'zimga sanjib, ko'zimni uyuvatdi. Keyin nurg'un otliq qo'shin uni qorshab o'ldirib etdi. Musulmonlarning otliq qo'shinlari keyindan yetib kelayotganligini ko'rib, shaharga kirib oldik. Ular uning jasadini elib, opirib ko'mib qo'ydi. Bara ibn Azib radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdullah ibn Atik va Abdullah ibn Utba radhiyallohu anhumalarga qo'shib bir necha sahobalarni Yahudi Abu Rafi'ni o'ldirish uchun avatdi. Ular mengib qo'rg'onga yaqin kelganda Abdullah ibn Atik radhiyallohu anhu boshqalarga "Men berib qarab boqay, sizlar turib turinglar" dedi. Ibn Atik radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men qo'rg'onga kirish uchun paylab turgan edim. Eshikni yo'tirib qo'ygan bir necha kishilar uni izlab sirtga chiqdi. Men bilinib qilishimdan ansirab, beshimni o'rib oldim va hojat qilayotgan qiyofatga kirib olib o'ltirib oldim. Darvozavan: "Kirdiganlar darhol kirib olsin, darvozani taqayman" dedi. Men kirib oldimda, qo'rg'on darvozasi yendiki eshak eg'iliga muknib oldim. Bir necha aylan Abu Rafi'ning qishida kashli g'izo yeb, xili kechigacha paranglashib o'ltirib, ondan uylariga qaytishdi. Men atrof jimjitlikqa cho'mganda ondan chiqdim. Darvozaning qo'rg'on ochqichini darvoza qishidagi to'nlikka qo'yganligini ko'rgan edim. Men ochqichni ilib, qo'rg'onning darvozasini ochdimda, ular uylariga qaytib bo'lganda eshiklarni sirtidan taqib etdim. Ondan shoti bilan Abu Rafi'ning yotoq uyiga chiqdim. Bu vaqtda uyning chirig'i o'chirilgan bo'lib, uy ichi qorong'u edi. Men uning qayerda ekanligini bilolmay, "Ey Abu Rafi" dedim. U "Kim?" degaydi. Men ovoz chiqqan tarafni mo'lcharlab qilish urg'aydim, ammo joyiga tekkizolmadim. Ondan men uning hujrasidan chiqib ketib, bir ozdan keyin xuddi yordamga kirgan kishidek bo'lib kirib, ovozimni o'zgartib, "Ey Abu Rafi, sana nim bo'ldi?" dedim. U "Voy o'lgur, nim bo'ldi deysan-g'o? Boyatini biri kirib, menga qilish urdi" dedi. Men mo'lcharlab turib, yana bir qilish urg'aydim, ammo umu tegmay Abu Rafi varqirashga boshladi. Ayolim ham o'rnidan turib ketdi. Men yana ovozimni o'zgartib, yordamga kirgan kishi bo'lib kirdim. Bu vaqtda
u o'ngdisiga yetib olgan ekan. Men qilichimning uchini uning qursiqiga qo'yib, toki uning so'ngaklari g'irislab ketgicha qilichning ustidan o'zimning ig'irligini tushirib bosdim. Ondan oldirab shotining yoniga keldimda, pastga tushayotganda yiqilib ketib, putum chiqib ketdi. Putumni tengib, hamrohlarimning qishiga oqsab keldim. Ondan hamrohlarimga yig'izlarni anglamaguncha qat'iy qaytmayman, dedim. Tong etish bilan yig'izlar ko'tarilib, bir jakarchi Abu Rafi o'ldi deb to'ldi. Men hamrohlarimning qishiga berib, ondan birlikda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishiga qaytdik va Abu Rafi'ning o'ldirilganligini uningga xabar qildik. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga putunning sunganligini ko'rsatgan edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam putuni sungan dedi. Men putuni sundum. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam putuni silab qo'yib edi. Putum xuddi hech nima bo'lmagandekla saqayib ketdi.